COVID-19 esingizda bor, juda ko'p muammolarni olib keldi, lekin baribir qahramonlarni yaratdi deb bemalol ayta olamiz. Futbolda ham 5 ta zaxira imkoniyati va muxlislarsiz o'ynab turib muxlislarning qadrini qanchalik ochib berganini ko'rdik va o'zbek xalqiga Mehr 2020 jamoasini taqdim etgani bilan ushbu davrlarni eslaymiz. Mehr 2020 jamoasi yildan yilga baribir saviya nuqtai nazaridan xizmatlarini sifatini oshirib borishyapti. Bu safargi xizmat qurbonlik hayiti uchun. Endi qurbonlik hayitini siz uchun bepulga amalga oshirib berishlari mumkin. Demak, sizning o'rningizga bepulga qurbonlik qilishni amallari quyidagicha. Qo'y topish bo'lsin, jiddiy masala, qassob gaplashish yanada qiyinroq, o'sha payt qassoblar muammo bo'ladi va so'ydirish. Bularni eplash mumkin, lekin keyingisi bor-ku, haqdor oilalarni topish bugungi kundagi eng katta muammo deb o'ylaymiz. Bu jamoa esa haqdor oilalarni haligi nuqtasigacha yetkazib berish imkoniyatiga ega. Davomi ham bor. Uyimda qo'yim bor, olib kelib, so'yib tarqatish kerak desanglar ham qilib berishadi. Uyga borishlari ham mumkin va o'zingiz so'ygan bo'lsangiz, uni ham tarqatishda beminnat yordamlarini ko'rsatishadi. Endi bitta raqam qoldirmayman. Tumanlar bo'yicha raqamlarni mana shu joyga yoyib tashlaymiz, sababi band bo'lib qolyapti. Bemalol murojaat qilishingiz mumkin. 6 yildan beri ishonchga kirib ulgurgan jamoa bilan qurbonlik ishlarini oson va qulay amalga oshirasiz. Tavsiya